Assalomu alaykum. Hyundai LF Sonata avtomobilimiz 2016-yil 111 ming kilometr yurgan yoqilg'i benzin 2 ob'yomli avtomobilimiz. Orqa balonlari yaxshi holatda. Diskalarida bir ikkita joyda ishlangan joy bor. Narxi 7 million 200 ming won. LF Sonata qidirib yurgan akalarimiz uchun. Kilometri ham unaqa ko'p emas, 111 ming yurgan. Eshik yopiq ekan. Bu tomon balon holatlari ham yaxshi. Kimga link kerak bo'lsa aytaverasizlar, tashlayveraman. Sport, komfort rejimlari mavjud ekan. Monitori ko'rinyapti. Xo'sh, yana nimalari bor? Mashinamizda black box'i bor. Kelib test drive qilib ko'rasizlar. Old balonlari ham zo'r emas, yaxshi. Qishdan oldin bir almashib olsa bo'laveradi. 7 million 200 2016-yil 111 ming yurgan benzin avtomobil.